Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan murojaat bo'yicha o'sha joyga chiqib o'rganilganda haqiqatan ham uy o'sha sel suv toshqini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hududda joylashganligi aniqlandi. Bundan tashqari o'sha doimiy ravishda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan mazkur xonadonga gidrometeorologiya xulosasiga tayanib xavfli hududdan xavfsiz hududga ko'chirish masalasi doimiy ravishda ko'tarilib kelingan. Bundan tashqari o'sha xonadon egalariga Navbat MF Xirmontepa hududida joylashgan ko'p qavatli uylardan 2 xonali kvartira ajratilganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda o'sha ko'p qavatli xonadonlarda mazkur xodimlar o'sha yashamayotganligi, ijaraga berib yuborilganligi aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqda o'sha murojaat qilgan fuqaro mazkur xonadon egasi emasligi aniqlandi. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi profilaktika va nazorat bo'linmasi katta inspektori leytenant Hojinazarov Almardon. Endi bu uyni haqiqatan hokimiyat tomonidan, mahalla tomonidan homiylik asosida mana ikkita uyni qurib berganmiz. Ikkita uyda yashab kelgan. 2022-yil katta sel kelgandan keyin haqiqatan mana bu devorlarni buzib sel kirgan uyga. Nega uyni o'ziga, binoni o'ziga zarar yetkazmagan. Hovliga kirgan, mana shag'al-pag'allarni olib kelgan. Shunaqa. Keyin favqulodda vaziyatlar xodimlari kelib, haqiqatan necha marta kelib mahalla bilan boshqa hokimiyat odamlari kelib o'rganib, ogohlantirish bergan. Bu yerda haliga xavfli nima deb, uy deb ogohlantirish bergan. Undan keyin hokimiyat tomonidan haqiqatan mana bu Navobod mahallasi Xirmontepa ko'chasi ko'p qavatli uylardan 2 xonadon ikki xonali kvartira berilgan. Xonali kvartira bergan, ularga nomlariga bergan, shu xonadonni nima egasilariga bergan. Uy bergan. Kvartiraning birinchi badalini tuman hokimligi tomonidan to'lab bergan. Keyin yana yashaygandan keyin qarzdorlik mavjud bo'lgandan keyin shu qarzdorlikni ham viloyat hokimi tomonidan to'lab bergan. Yordam doimiy ravishda xabar olinamiz. Yordam qiladi. Mana mahalla malbun mahalla aholisi nimalari ham doimiy ravishda xabar olib, yordam ko'rsatib kelganmiz. Endi yana hozir kelib 2 marta ogohlantirish bergan nimadan Kvartirada yashamayaptimi? Kvartirada yashamayapti, kelib bu yerda yashayapti. Mana o'zi kunduzi yo'q, kunduzi kelamiz, kechasi kelib yashayapti shekilli. U kechasi ham hech kim bilmaydi, yashayaptimi, yashamayaptimi. Bir kelib mana shu yerda mana pastda hozir ishlaydi, norasmiy mavsumiy ish bilan band. O'sha ko'p qavatli uylar bo'lgan xonadondan xabaringiz yo'qmi, taqdiri qanaqaligini? Xabari o'zi vaqtda ijarachi turibdi, ijaraga bergan ijarachi turibdi. O'zi turmaydi. O'zi turmaydi. U qaynotasi o'lgan, qaynonasi uyini birovga ijaraga berib ketgan, Rossiyaga ketgan. Oldin ham ijaraga berib shu yerda yashagan ular. Keyin sel kelgandan keyin favqulodda vaziyatlar kelib ogohlantirilgan, bu yerda yashash endi xavfli, mana ko'ryapsiz endi haqiqatan bu fuqarolar, mana bu kelinlari pul mahalla fuqarolar ro'yxatida turib, bizni ro'yxatda turmaydi, bizni fuqaroga Navobod mahalla fuqarolar yig'ini yashamaydi, ro'yxatida ham yo'q, bu yerda endi bizni ro'yxatidan o'tmagan. Ijtimoiy tarmoqdagi murojaatni haqiqatan ham uy egalari emas, bularning kelinlari, yana pul fuqaro yashaydigan kelinlari hozirda mana vaqtincha agar yashayotganda shu qilgan. Uyni egalari o'zi yo'q, hozir bu yerda yashamayapti.